Audio Jungle. Yonimdagi boyligim, o'zimni chiroyligim, ona yoningizda biling mening intizorligim. Uyimdagi bahorim, siz mening mehribonim, ona onajonginam mana. Yoshligimda yig'lasam gar ovutganim edingiz, bolam xavotirlanmagin yoningdaman derdingiz. Bolam deya farzandim deb ne kunni ko'rmadingiz, ona onajonginam mana. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, ona onajonginam mana. Baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, ona onajonginam mana. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onam onajonginam mana. Baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, ona onajonginam mana. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, obunachilar. Mana biz yana bir tabrik onajonimiz uchun Yusufjon ukamiz nomidan onajonimizni tabriklagan kelganmiz. Tomosha qilinglar, hozir tabriklarda davom ettiramiz. Kuzatib boringlar. Yo bir sehr qo'llarimdan kesaydi onajonim, ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim, yo'llaringda gul bo'lardim. Yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Onajonim, tilagim bor aloshida. Bugun xonadonga Barakatxon opamizni tabriklash uchun keldik. Ilohim, bugun Allohimga banda payg'ambarimizga ummat bo'lgan 57 yoshingiz, 56 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Sizni shu o'g'lingiz Yusufjon nomidan keldik. O'g'lingiz tabriklab, onajonimni tabriklab kelinglar degan uchun keldik. O'g'lingiz nomidan shu bitta she'rimiz bor, qabul qilasiz. Sizga rahmat poyi jannatdan, doim omad kelgani uchun. Cho'ntak to'la pulim bor meni,
onam duo qilgani uchun. Rizqim butun, och qolganim yo'q. Yo'qchilikda duch kelganim yo'q. Zo'r yuribman, sirakamim yo'q. Onam duo qilgani uchun. Omad o'zi quvib yuradi. Ish boshlasam yurib ketadi. Hamma joyda qo'lim yetadi. Onam duo qilgani uchun. Ko'rmaysizlar ko'zlarimda nam, yashayapman doim xotirjam. Sindira olmas dushmanlarim ham onam duo qilgani uchun. Yaxshiliklar qilib yuraman, kimligin bilib yuraman. Sezgandirsiz, kulib yuraman, onam duo qilgani uchun. Ilohim duolaringiz farzandlaringizni qo'llab-quvvatlasin. Farzandlaringizni baxtiga sog' bo'ling. Farzandlaringiz ham sizni baxtingizga sog' bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Yaxshilari, eng yaqin sevgili Barakatxon, xonim endi. Bugun mana tug'ilgan kuningiz ekan. 56 yoshga kelibsiz. Lekin meni ko'zimga yoshgina qizaloqdek ko'rinasiz. Qarang, xatingda ham shunday farzandingiz. Yusufjon ana shu vasiyat tomonlardan sirtirish ko'rib bizga jo'natdi. Bugun qishlog'imizda mahalladoshimiz Allah bereket kuşakardı. Bunların fakat yaşlı küllerini gördüm. Nihayetle kuşlarımız. Mana bolalar, qo'ni qo'shni hamma xursand bo'lib bayram qilyapmiz. Barakatxon, bunaqa bayramlardan uzoq ko'pini ko'ring. Umringiz uzun bo'lsin. Rizqingiz ulug', martabangiz baland bo'lsin. Ibrohimjon ikkalanglar qo'sha qolinglar. Bular hoji ona, hoji ota. Bularni shu farzandi jo'natgan. Shu farzandning umri uzun bo'lsin. Qo'shgan bilan qo'sha qolsin. Balki bolalarni yaxshilik kunlarini ko'rsin. Bundan buyon ham har kunlar bayram bo'lsin. Yaxshilik kunlarda bir-birimiz bilan opa-singil, qo'ni qo'shni qarindosh urug' bo'lib, shunaqa bayramlar davom ettiraveradi. Yana bir bor tabriklayman Barakatxon. Umringiz uzun bo'lsin, omadli bo'ling, topganingizga baraka bersin. O'zi ismingiz ham Barakatxon. Hammanglar sog' bo'linglar, qo'ni qo'shnilar. Mana so'zni Nasibaxon ismingizga beraman. Hammasini gapirmayman. Assalomu alaykum. Mana Barakatxonni nimasiga kelibsiz, tug'ilgan kuniga munosabati bilan qaynimakalaylar uzoq umr ko'ringlar. Bola chaqalarni orzu havasini baravar ko'rib yuringlar. Yusufjon ham salomat ishlab kelsin. Bolalarga to'y qilib, to'ylarda ham shunday chiroyli bo'lib yuraveraylik. Salomatlik bo'lsin. Rahmat hammanglarga. Uzoq umr, baxt, saodat, bola chaqalar orzu havasini ko'rib yuringlar. Bo'lmasa birgalikda davraga taklif qilamiz. Birgalikda o'ynaymiz. Marhamat. Sog' bo'lsin onajonlarimiz. Birgalikda. Ayashing. All
Bizim sabırlarına oturarken bunun tarafı bana senin Kur'an'ın tüyden tüyleriyken şu münasebetler doyum kaynım bilen beraber görsün. Onların üyler, yeradan böylerini görsün. Doyum aşırı şahit bilen köp oluversin. Bundan ben köp gösterge yetsin. Türkiye ilgen azizmek olar. Mana qo'shni barakatxoni eli yo'q. Yetti. Yo'q, bilan sozaymiz. Yo'qsam ham panjani sog' bo'lsin. Nima niyatsa niyatiga yetib, bolalarni orzuqalarini ko'rib yuramiz. Şimdi beramiz ha? Bahodir, mehrlarini qabul qilasiz. Qani birgalikda davraga. Bu yaşlarni ko'pini ko'ring, ovom bilan qo'sha qarang. Siz baxtingizga hamisha sog' salomat bo'ling. Shu yerda qanday yaxshi niyatlar bo'lsa hammasiga qo'shilib, ovom bilan baxtli bo'ling. Rahmat. Bunaqa kunlardan ko'pini ko'ring.
Hammamiz baxtimizga sog' salomat bo'lib, o'ynab kulib yuramiz. Keyin Azizbek bola, mana qo'shnim Barakatxonning 56 yoshi bilan nishonlayman. Qo'shnim ham qani sog' bo'lsin, nima niyat qilsa niyatiga yetib, bolamni oldi xabarni ko'rib yuraman. Aytganinglar kelsin Kanada. Rahmat, uyon farzandlaridan ko'rsin, qo'shqo'li bilan qo'sha qarisin, er farzand, er davlat bo'lsin, qizlarim ham qo'shqo'li bilan qo'sha qarisin, o'sib yursin, Allohim umrlarini uzoq qilsin. Sizlarga ham rahmat, kelganinglar uchun rahmat. Tan joninglar sog' bo'lsin, ishlarga ilgari bo'lsin, shunaqa qilib elda xizmatida, to'y tomoshasida yuravergilar. Rahmat sizlarga ham. Topganinglarga to'ylarga ishlatgilar bolalar. Bunaqa yoshdan ko'pini ko'ring. Farzandlaringizni baxtiga akam bilan qo'sha qarib, baxtli bo'lib uzoq umr ko'rib yuringlar. Salomat bo'linglar. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Salomat.